Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi aka. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Rahmat. Xudoga shukr. Siz 5000 bitta 10.000 uchta $5000 o'yinimizdan pul yutgan edingiz, shundaymi? Necha pul yutgan edingiz? Ha. $5000 o'tgandim. $5000. Siz bitta o'zingizni tanishtirib yuboring opa. Men siz bilan gaplashayotganimni hozir zapis qilyapman. Telegram, YouTube kanallarimizga chiqaraman. O'sha uchun yana bir bor tanishtirib yuboring. Kimsiz, qayerdansiz va hozir qayerdasiz? Shularni bitta aytib yuboring opajon. Men Qashqadaryolikman, Yakkabog'danman. Hozir Moskvadaman. Aha. Siz nechta bilet olgan edingiz bizning o'yinimizdan? 1000 so'mlik o'yinlaringizdan ikkita olgan edim, keyin 500 so'mlik qilib keyin ikkita qo'shib berdilaringiz. O'shaning bittasiga chiqib qoldi. Oldin 1000 rubldan edi, keyin tezroq o'yin o'tkazish maqsadida 500 rubldan qilib yubordik. Yana ikkita bilet berildi sizga. Xuddi shunday. $5000 chiqdi. Chiqdi, Xudoga shukr. Pulni oldingizmi? Ha, oldim. Qanday kamchilik qotib qoldi? Pulda $5000 oldim, rahmat. O'zbekistonga uyga ham jo'natib yubordim. Uje jo'natib ham bo'ldingizmi? Ha, endi aka uy joy qilaman deb kelganman. O'sha pul menga juda ham zarur edi. Uyim remont, shifrlarni yopishim kerak edi. Yomg'ir yog'ib qolmasdi deb uyga bugun o'ziga siraz oldim-u, siraz jo'natib yubordim. Mayli opajon, u nima qilsangiz ham u sizni pulingiz. Alloh sizga nasib qilgan ekan, siz yutdingiz, u xohlang uzating, xohlang yeb iching, u sizni xohishingiz. Pulda qanday muammo bo'lmadimi? Pulda kamchilik sanab oldingizmi? Qanchadir ushlab qolmadimi bizni odamlarimiz yetkazib berganda? Qanaqadir xarajatlarga deb pul so'rashdimi, yo'qmi? Shular haqida bitta aytib yuboring opa. Aka, o'yin haqiqiy ekan. Boshda to'g'ri ishonmagandim. Через odamlar orqali unaqa deydi. O'yin haqiqiy ekan, odamlaringiz olib kelib berdi. 100% ishonchli ekan. $5000 da to'liq qo'limga sanam berib ketishdi. Unaqa bunga to'lov degan narsa yo'q ekan. O'yin haqiqiy ekan. Shunday. Hamma o'ynasin. Hammaga omad tilayman. O'zingiz ham ishonmadingizmi? Pul borguncha, qo'lingizga olmaguncha ishonmadingiz, ha? Yon atrofda ham gap so'zlar bo'ldimi? Gap so'zlar bo'ldi, ishonmadim. Nima deysiz? Endi shuni ayting. Endi olaykanmanmi, yo'qmi ekan, qachon olib kelib berar ekan degan ichim qizidi, zerikdim, to'g'risi. Qo'limga olganimdan keyin, ushlaganimdan keyin, sanaganimdan keyin ishondim. Gap yo'q. O'yin haqiqiy ekan. Gap yo'q. Bizda endi orada shanba, yakshanba tushib qoldi. O'sha uchun pulni bankdan chiqarish qiyin bo'lgani uchun ozroq kutib qoldik. Mana dushanba kuni olib, o'sha chiqarishni boshlagan edik. Biz YouTube'da ham shu gapni aytganmiz. YouTube'da qanday bo'lsa, hayotda ham shundaymiz. Bizda aldov yo'q. O'sha uchun Xudo xolasa bundan buyog'iga bizni hozir videoni qo'yaman. YouTube kanalida obunachilarimiz ko'radi. O'shalarga ham taklifim shundayki, xohish bilan o'zini ishonch bilan o'yinda ishtirok etsalar, ana shunday bizda hech qanday to'lovlarsiz sevinch puli, xizmat haqqi, podarka puli degan gap so'z yo'q, to'liq yetkazib beramiz. Pulni olgan bo'lsangiz bo'ldi opajon, xudo xolasa. Qachondan beri o'ynab kelasiz bizning o'yinimizda? Aka, 2 safardan beri o'ynayman. O'tgan yil bir o'ynagan edim, o'zini puli chiqqan edi. Arada telefonim buzilib qoldi-da. Keyin oddiy telefonda yurib qoldim. Keyin yaqinda yangi telefon olgan edim. Keyin shu topda o'ynamadim. Nima deydi? Aldanib qolmayman, mashinaga aldanib qolmaydi, o'ynagan edim. Keyin bir o'rtog'im sizlardan Damas o'tib olgan. 2 yil bo'ldimi? Qaysidir o'yinlaringizda o'shanga aytdim, silkasini tashlab yubor dedim, men ham bir o'ynab ko'ray, omadimni sinab ko'ray dedim. Pul o'tib olsam dedim, uy joyimni qilardim dedim. Silkasini tashlab yubor dedi. Keyin Allohga tavakkal dedim, ikkita bilet olaychi dedim, nima bo'lar ekan dedim-da. Ayni shu kun avans olgan edim ish joyimdan.
Sразу ikkita bilet oldim. Bo'ldi, opajon, tamom. Sizni mana shu $5000 yutishingizga avvalo u Allohdan, keyin mana musofir opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz sababchi. Shularga rahmatingiz, tilaklaringiz bo'lsa, aytib qo'ying, bular sizni ko'rib eshitishadi. Hammaga rahmat aytaman. Obunachilaringizga, hamma bergan puliga rozi bo'lsin. Shularning orqasidan men kamchiligimni tutqazib olyapman. Agar men o'tmagan taqdirimda ham kimdir bitta oilani baxtli qilganimdan, men ham hissam qo'shganimdan xursand bo'lib, Xudo yo'liga ehson qildim deb ketgan bo'lar. Rahmat aytaman, hammaga omad tilayman. Hamma bergan puliga rozi bo'lsin. Bo'ldi, opajon, rahmat sizga ham. Shu Allohga bir yoqqan tarafingiz bor ekan, mana Alloh Xudo degan ekansiz, mana sizga chiqdi. Yaxshi kunlaringizga ishlating, Xudo xolasa uy-joylaringizni qilib oling, o'sha uy-joylarga yaxshi to'ylar qiling, xonadoningizda doim yaxshi kunlar bo'lsin. Charchamang opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli opajon. Aka sizlarga ham katta ishlaringiz omadini bersin. Rahmat opa, mayli, sog' bo'ling. Rahmat aka, sog' bo'linglar.